Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, assalomu alaykum Soljon mebel kuzatuvchilari. Xudo xolasa uchtasi bir divanimiz tayyor bo'ldi. Bu divanni tayyorlamay qo'ydik hisob. Haliga endi yangilik yaratish uchun yurtdoshlarimiz ko'pchilik so'rashyapti, zakaz berishdi. O'shanga yana tayyorlashni boshladik. Xudo xolasa mana Yaypalik akamizniki tayyor bo'ldi. Jicha o'zgartirish kiritak dedi. Sal kattaytirak dedi. Xo'p deb jicha qo'shdik. Lekin qo'shganimiz o'zimga yoqmadi to'g'risi. Hali sifatda jicha buzilish bo'ldi, ochig'ini aytaveraman. Qolgan hamma yeri zo'r bo'ldi. Ko'rinish holatida jicha sifat buzildi. Boshqalarga bilinmaydi, meni o'zimga ma'qul tushmaganroq bo'lib ko'rindi. Bunday divan xunuklashdi, ochiqroq aytadigan bo'lsam. Lekin endi zakaz iloji yo'q, tayyorladik. Mana shu holatda chiroyli qilib. Razmerlarimiz hozir buniki 210 bo'ldi. Mana bunaqasi 1.90 bo'ldi. Sidinasini o'zi. Bunaqasi suyangacha yotib, tagiga chiqqanda 210 bo'ldi. O'sha 210 sent qo'shib bering dedi. O'sha narsa xunuklashtirdi. Xudo xolasa endigi safar iloji yo'q, zakaz bergan, zakazchini aytganini qilmasak bo'lmaydi. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 0809 o'zimiz Vodiydanmiz. YouTube kanallarida Soljon Mebel deb nomlaganmiz. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda. Birinchi bo'lib ko'rasiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Hammalaringga mana shunday ishlar nasib qilsin.